Toshkent davlat transport universitetida temir yo'l harakatlanuvchi tarkibi, muammolar, yechimlar, istiqbollar mavzusida xalqaro ilmiy-texnik anjumani bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Temir yo'l harakatlanuvchi tarkibini zamon talablariga mos ravishda loyihalash, ishlab chiqarish va servis xizmatlarini rivojlantirish, shuningdek, yo'lovchilar uchun qulayliklarni oshirishni maqsad qilgan ushbu anjumanda 15 dan ortiq xorijiy davlatlardan 35 dan ziyod ishlab chiqaruvchi korxonalar, oliy ta'lim muassasalari, turli vazirlik idora vakillari, yirik temir yo'l kompaniya xodimlari va ilmiy tadqiqot muassasalaridan jami 100 ga yaqin mutaxassislar ishtirok etdi. Bu uchrashuv davomida biz o'sha temir yo'l infratuzilmasini rivojlantirish, vagonlar parkini saqlash va infratuzilmani holatini saqlash, raqamlashtirish masalalari bo'yicha muhokamalar olib borilmoqda. Prezidentimiz qarori bilan 23-yilda temir yo'l transportini tubdan isloh qilish bo'yicha qaror imzolangan. Ushbu qarori ijrosi natijasida ham mana shu har bir yo'nalishda qilinayotgan yangiliklar, o'sha qilinayotgan raqamlashtirish yo'nalishidagi yo'nalishlarimizni ham ilm bilan yondashib bo'lyapti. O'sha muammolarni ilm orqali yechimini ushbu konferensiyada biz o'zimizga ikki tomonlama uchrashuvlarda olib, har bir yo'nalish bo'yicha alohida muzokaralar olib bormoqdamiz. Shu bilan birga uchrashuv davomida ishtirokchilar temir yo'l transportining zamonaviy yechimlari, smart texnologiyalarning joriy etilishi, raqamlashtirish jarayonlari, ekologik xavfsizlik kabi dolzarb yo'nalishlar bo'yicha o'z ilmiy ishlanmalarini taqdim etdi.